Salamatmizlar. Bugungi darsimizning mavzusi funksiya. Eng beshida mundaq misol qarashtiraylik. Masalan, sizlar agar bir tal qalam setib olsanglar, bir tal qalam masalan alifdanga turadi deb deylik. Vaqtida 10 tal qalam setib olsanglar, sizlar 500 tanga to'laysizlar, durustmi? Shu vaqtda bu misolda bizda nima bo'ladi? Qancha tal qalam setib oldik soni, shu son bizda bir qalamning bahası 50 tenge bo'lsa, o vaqtida 10 tal qalamning bahası 500 tenge bo'ldi. Mana shu qalamlarning bahası va qalamlarning soni bir-birisiga nima bo'ladi? Beqindi bo'ladi. Mushunga o'xshashlar, ya'ni boshqa misollarni qarashsak, abeki masalan hozir qilgan misolni biz tang k ko'paytirilgan m formulasida turida yozsak bo'ldi. Bu yerda k deganimiz berilgan tovarning qancha tal ekanligini ko'rsatadigan miqdor. M bo'lsa bir tal tovarning bahasi deb ataylik. Bu vaqtida C deganimiz общая стоимость deymiz, shu bo'ldi bu yerda. Yoki bo'lmasa, yana bir eng jiq bizda ishlatadiganimiz ildamlikning formulasi. Biz bilamiz, ildamlik tepish uchun yo'lni tepish uchun ildamlikni vaqti ko'paytiramiz. Shu vaqtida agar men masalan dada qo'yay, bizning mashinamizning ildamligi 60 km/soat bo'lsin. Bu chaqda mashina 5 soat qanchalik yo'l mangdi desa, men T ning o'rniga 5 yozmaka, V ning o'rniga 60 ni yozsam, 60 ko'paytirilgan 5 soat, 60 ni 5 ko'paytirsak 300 kilometr yo'l mangdiq deymiz. Yoki bo'lmasa, shu ildamlik bilan T1 teshikida qo'yay, 5 soat mangdi demayli, 7 soat mangdi desak, u chaqda mangan yo'l deb uchun biz nima qilamiz? 60 ni ko'paytimiz 7 ga. Chiqadi 420 kilometr. Mana bu yerda bizda nima bo'ladi? Mangan yo'limiz va vaqt bir-birisiga beqindi miqdorlar bo'lib chiqdi. Shunday qilib biz funksionallik beqindilik yoki funksiya deb biz bir o'zgarma miqdorining har bir ma'nosiga ikkinchi o'zgarma miqdorining faqat birla ma'nosi keldi. So'z qo'yay, muvofiq keladigan beqindini ataymiz. Masalan, biz bu yerda T ning o'rniga 5 yozdik, 7 yozdik, shu vaqtida S1, S2 deb faqat bir son chiqdi. Bu shunday beqindini biz funksiya deb ataymiz. Bu yerda matematikada bo'lsa, men y teng fx turida umumiy o'sha funksiyaning turi bo'ldi bizda kelajakda. Hozir umumiy turda y teng fx deb yozsak, bu yerda y deb matematikada biz beqindi o'zgarma funksiyaning ma'nosi yoki funksiya deb ataydigan miqdorni deymiz. X bo'lsa mustaqil o'zgarma. Bu yerda nima qilamiz? Matematikada x bizning fizikadagi t o'xshash. X ning o'rniga xohlagan sonni yoza olamiz. Shuning uchun x bizda mustaqil o'zgarma bo'lib atildi. Y bo'lsa, u o'zi beqindi o'zgarma. X qanday o'zgarsa, shunga qarab y ning ma'nosi har xil bo'ldi. Funksiyaning turlarini qarashsak, beshida funksiya o'sishi mumkin deymiz. Kemish mumkin, kemaydigan yoki o'sadigan emas, kemaydigan emas funksiya bo'lishi mumkin. Masalan, o'sadigan funksiya misol keltiraylik. S teng abeki v ko'paytirilgan t formulasida mushul formulada v ildamlikni biz 60 km deb oldikmi, shu vaqtda S teng 60 t deb mush turda yozilgan funksiya o'sadigan. Nimishga? Sababi biz nima qildik? T ning o'rniga qanchalik jiq vaqt mangsanglar, shunchalik jiq yo'l mangsizlar, durustmi? Demak, funksiya o'sadigan bo'lish uchun argumentimiz t argumentimiz o'sganda funksiyaning ma'nosi o'sadigan bo'lsa, u chaqda bunday funksiyani biz o'sadigan funksiya deb ataymiz. Kemaydigan funksiya biz masalan bunday yozib qo'ysak bo'ldi. Mushul v formulasini chiqarib olaylik. Ildamlikni tepish uchun biz yo'lni vaqtga bo'lamiz, durustmi? Shu vaqtda masalan biz yo'lni 100 kilometr yo'l menish kerak deb qo'yaylik. Shu vaqtida ildamlikning formulasida S ning o'rniga 100, T ning o'rniga T qolsa, bu vaqtda nima bo'ldi? Vaqtni o'stiraylik. T masalan 1 bo'lsa, bu vaqtda ildamligimiz 100 ni 1 ga bo'lib olsak 100 km/soat chiqadi. T ning o'rniga 2 yozsanglar,
100'ünü 2'ye bölüp etsen ildamlık uşu 50 boładydy. Göre'densizler wagt ösdi. Öz bizning mustaqil özgergüçimiz ösüyordu. Ildamlık bolsa nabarot kemiydi. Şu wagtda bunday funksiyani biz kemiydigan funksiya dep ataymiz. Endi ösdigan emas, kemiydigan emas bu yerda beşinci funksiyani ösüp keyin kemiydigan bolsa o çağda aştaq funksiyalarni ösdigan emas, kemiydigan emas dep ataymiz. Endi misallarni qaraşdyraylı. Beşide munu berilgen miqdarlar deydi. Muşularning hamisi beqinda özgerme bolsa, o çağda mustaqil özgermenin tipini bizim dedik y'dan fx türde yazıldı umumiy funksiyamiz ve beqinda özgerme her qaçan son tarafta bolsa mustaqil özgerme bunu x'ni biz o'ng tarafda yazıp alamiz. Yani yazıp çıkaylı. Şu vaqtda kvadratning perimetri birinchi jag'dayda perimetr bizda beqinda özgerme bolsa kvadratning perimetri kvadratning ham taraflari teng bo'lgandan 4a chiqadi. İkinci formulda mana P'dan 4a deb yazdım. Bu yerda a degan kvadratning tarbi deb atsak, u bizda mustaqil özgerme. A P bo'lsa, ne bo'ldi? Beqinda özgerme bo'ldi. Kvadratning maydoni desana s'da a'ni a ko'paytirsak a kvadrat. Endi üçüncü formulda hareket ildamlığı dedi. Ben yazdık. Ildamlığını tepiş için mesela yolunu biz belki 100 kilometre dep yaz koysam, şu 100 bölüngen t. Bir yerde t degen mustaqil özgerme vaqtimiz v bolsa, yani mustaqil özgerme bop çıkıdı. Katta dalışı 4-incisi tovarning bahası deydi. Belki S formusu da mesela biz alaylı 5 tal tovar alaylı. Bir tovarning bahası m tengi bolsa, vaqtida m mustaqil özgerme, bir tovarning bahası S bolsa cemi umumiy tovarning bahası beqinda özgerme boldu. 5-incisi tik to'rtbuloqning perimetri deydi. Yani tik to'rtbuloqning perimetri tik to'rtbuloqning uzunluğu ve kengligi bor. İki özgergüçlü bor. Agar mushlarning birisini biz turaqlab mesela kengligini 3 deb qo'yaylik. O chaqda perimetrning formulasi 2 silangan 3 qo'shilgan b deb, masalan, a'ning o'rniga qolgan son yazsam bo'ldi. Yoki bo'lmasa b'ning o'rniga şu vaqtida me'nim chiqadiki 6 qo'shilgan 2b. Mana bu bizda perimetrning uzunluğu taalluq formulasi. Uzunluq bizda mustaqil o'zgarma, perimetr bo'lsa beqinda o'zgarma. Ana aştaqlar. Tik to'rtbuloqning maydoni deydi. Şunu 3 bilan b'ni alsam, o vaqtda maydon tip uchun biz uzunluğu bilan kengligini ko'paytirdik. Agar kengligini 3 deb alsak, masalan deydi, vaqtida 3b deganimiz chiqadi. Kubning hajmi deydi. Endi kubning hamma taraflari teng bo'lganki, hajmni tip uchun biz uzunluq, kenglik va egizlikni ko'paytirsak, a ko'paytirilgan a kub chiqadi. Так, tik bulunluq paralelipedning hajmi тоже yaziladi. Endi paralelipednikini biz bundaq bölməlarni isonoqsiyalar, mesela sizlar o'tirayotgan hozir uning uzunluğu, kengligi va egizligi bor. Aslida 3 o'zgarguvchisi bor. Biroq biz hozir mushlarning ikkisini ber qo'yaylik. Masalan, например, deylik, bölməlarning kengligi 3 metr, uzunluğu 5 metr bo'lsa, egizligi h deb qo'ysak, vaqtida paralelipedning hajmi bo'ldi 3 ko'paytirilgan 5 ko'paytirilgan h, to есть 15h. Bu yerda buni o'ng tarafdagi turgan harflarning, buni o'zgarguvchilarning hammasi mustaqil o'zgarmalar. So'ng tarafdagi turganlar bo'lsa, nabarot, beqinda o'zgarma bo'ldi. Ikkinchi hisobda nabarot neydi? Setib elingan tovarning mustaqil o'zgarma bo'lsa, u chaqda beqinda o'zgarmani tepiladi. Setib elingan tovarning mo'lcharini biz k deb qo'ydik. Masalan, tovar biz k tal oldik. Har bir tovarning, masalan, bir tal nima alaylik? Chips alaylik. Chipsning har bir chipsining bahasi 500 tenge desak, vaqtida c teng 500 k deganimiz funksiya. Bu yerda k degan tovarning mo'lchari, c degan bo'lsa tovarning
bahası çıkdı, umumi bahası. Hareket vakti deydi. Yani vakti bizde te on tarafta bolish kerak. Bize bendik ildamlıkni, meselen ildamlıkni biz 100 kilometr saatga deb alsak, meselen vaqtida ildamlıkni vaqti ko'paytganda yo'l chiqadi, o'sha vaqtida yo'l vaqtga taalluq, vaqtimiz bizning mustaqil o'zgarguvchi. Bu yerda nima deydi? Ha, vaqti durust. Es bo'lsa, yo'l bo'lsa, u o'sha beqindi bo'lib chiqdi. Uchinchisi harakat ildamligi deydi. То есть опять bu yerda ildamlik metodisi, men t-ni, например, qancha deb olay? 3 soat deb olay. Shoqda 3 ko'paytirilgan t shul yo'lning formasi chiqadi. Uchinchisi, to'rtinchisi kvadrat perimetri deydi. То есть meyda perimetr bo'lsa, vaqtida biz bilmaymiz, kvadratning perimetrini biz 4 ga bo'lib etsak, nima chiqadi? Kvadratning tarafini tepish qilib bo'ldi. Mana opet buni so'ng tarafdagilarning hammasi beqindi o'zgarmalar, o'ng tarafdagilarning hammasi bo'lsa mustaqil o'zgarmalar. Taraflari teng ko'p bo'lmoq perimetrning onun uzunluğuna beqindilik funksiyasini aniqlanish sahasini tepib oladi. Endi biz funksiya deb boshladik. Funksiyaning aniqlanish sahasi deb, shu belgilangan funksiyada mustaqil o'zgarguvchiga qanday sonlarni qo'ya olamiz, shuni ko'rsatadigan sonlarni yozib chiqishimiz kerak. Bizda teng tarafli ko'p bo'lmoq, masalan, siz qo'ya bilmayman qancha tarafi buning bor. Har bir tarafini biz a deb olsak, masalan, Unudan en talba vaqtida perimetr o'sha deganimiz hamma tarafning qo'shindisi. Bu yerda bizda en taraflik teng ko'p bo'lmoq bo'lsa, en ko'paytirilgan a formasi chiqadi. Mana bu bizda funksiya. Va en masalan biz o'sha endi qilsak, masalan bizda 7 bo'lmoq desak, vaqtida p teng bo'ldi 7a. Ili en teng 15 desanglar p teng 15a bo'ldi. Eng muhimi bu yerda funksiyaning aniqlanish sahasiga buni a'ning o'rnini qanday sonlarni qo'yish bo'ldi. Deganga nima deymiz? Bizda uzunlik, biz matematikada bilamiz, ijobiy sonlarimiz bor, salbiy sonlarimiz, ratsional sonlar bor. Shuning ichidan bizda buni a sonimiz tarafi bo'lganki, bu prosta ijobiy son bo'lishi kerak. A 0 dan chang любой sonlar sonlar bo'laydi. Shu aniqlanish sahasimiz a 0 dan cho'ng bo'lishi kerak. Kvadratning tarafining uzunligi 2 santimetrdan cho'ng yoki teng, 5 santimetrdan kichik yoki teng bo'lsa, vaqtida kvadratning perimetrini tepib oladi. Kvadratning perimetrini nima dedik? 4 haslangan a. Shu vaqtda buni qo'sh tengsizlikni biz o'ng taraf bilan so'ng tarafini men 4 ga ko'paytirib etsam, masalan, hech kim o'zgarmaydi. Shu vaqtida 4a deganimiz perimetr chiqadiki cho'ng yoki teng 8 dan va kichik yoki teng 20. Bu birinchisi. Ikkinchisi maydon tepinglar deydi. Kvadratning maydon tepish uchun a ni a ko'paytirishimiz kerak. Shu vaqtda biz hozir mayda 2 a cho'ng yoki teng 2 dan kichik yoki teng 5 dan a ni a ko'paytirib etsam, kvadratladik degan so'z. Shu vaqtda ham yana kvadratlayib etsak, 2'nin kvadrati 4, 5'nin kvadrati 25 bo'lsa, kvadratning maydoni 4 bilan 25'ning oralig'ida bo'ldi ekan. Endi kesamiz, berilgan avtomobil, mototsikl, poyezd, motorli qayiq yo'lda 2 soat bo'ldi. Ularning ildamliklari bunda berilgan bo'lsa, har qaysidan besib o'tgan yo'lni tepib oladi. S teng aslida har qachon navbatda bir xil harakat bo'lganda, shu vaqtda vaqtimiz 2 soat bo'lsa, bizning formulamiz S teng 2v ekan, mana funksiyamiz. Yo'lning ildamlikqa taalluq funksiyasi. Birinchi avtomobil dedi. SA deb qo'yay. Uning uchun 2ni avtomobilning ildamligi 80 bo'lsa, 2ni 80 ko'paytirsanglar 160 kilometr chiqadi. Ikkinchisi mototsikl dedi. Hammasi 2 soat ma'di, biroq mototsiklning ildamligi 30 bo'lg'achqa 60 kilometr yo'l ma'nga.
Kettik dälişi poyezd edi. Poyezdin ıldamlygy 65, gene 65 köpetsäňler 130 kilometr. Ahyrkysy motorly qyýykynyň şikini köpetimiz 12'de. 24 kilometr. Her birinin besip ötken yolunu tep tapdyk. Besip ötken yolunyň hereket ıldamlygy bekinlik formusyny ýezaňa diýen, bunu men ingilisçe ýezip etdim. Çemge yerler bolsa обязательно bu kommentariýa ýezip goýaňlar. Şunu bilen bugünkü hesaplar pütdi. Funksiýa birinci dersimiz bugünkü aýaklaşdy. Endiki dersde görüşikçe hoş.